Ha, ana endi korotchi bu traktordan zo'r sovg'a qilsam bo'ladi. Birinchi o'rinda jetonlarga pulga ishlatishga beraman, ya'ni arendaga, keyin Jo'xaga beraman va boshqalarga ham. Xullas bu traktor meni boy qilib yuboradi. Ana endi nima ishlar qilishni o'ylab ko'rish kerak. Vau, ballonlari ham katta ekan, judayam zo'r traktor ekan. Ana endi hammadan men boy bo'lib ketaman. Eshitdingmi, Jo'xa ana qishloqqa traktor sotib olibdi. Yo'q, eshitmadim. Qaysi qishloqi? Ana qishloqni chetida yashaydigan qishloqi bor-u. O'shami? Ha, o'sha traktor sotib olibdi. U endi odamlarga arendaga berar ekan. Sen olmaysanmi? Bilmadim, olishim mumkin, lekin hozir men ishlarim bor. Ishlarimni bitirib olay, keyin oson olaman. Sen esa qochib tur. E, 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 ishimni qilaman deganimda nimaga doim quyosh botadi? Nimaga? Ana endi bilmadim nima qilsam ekan, o'ylanib o'tirganimdan foyda yo'q. Menimcha kirib albatta uxlayman, chunki uxlaganimdan keyin ertalab bo'ladi. Ertalab turib ishlarimni qilaman. Kravatim bu yoqda edi-yu. Voy, o'sha ertalab bo'lib ketibdi. Namuncha ko'p uxlayapman. Ana endi men polsdagi ishlarni qilib olishim kerak. Va kecha nima bo'lgandi esimdan chiqib ketibdi. Voy, Jitel, nima qilyapsan meni uyimning yonida? Sen uxlayotganingni kuzatib turgandim. Zo'r xurrak otar ekansan. Yo'q, qanaqasiga men xurrak otmayman. Sen adashgansan. Yo'q, eshitdim, quloqim bor, ko'zim bor, ko'rib turibman. Yo, sen ko'rsan yo ko'ram karamsan, короче. Bular bilan gap talashib o'tirish befoyda. Kechagi gap mana o'sha gap, ko'ryapsizlarmi, traktor kelgan bizni qishlog'imizga, lekin u traktorni arendaga berar ekan. Arendaga olamanda ishlatib ko'raman. Traktorni nima qilasan desanglar, nima qilsa bo'ladi traktorda? Albatta haydash kerak, ishlarni bajarib olish kerak, ya'ni biror joydan boshqa joyga yuk tashish mumkin yoki qayerlargadir borsam bo'ladi. Aylanadigan mashina emas, chunki aylanadigan mashina bo'lish uchun juda ham komfort mashina bo'lishi kerak. Mers yoki BMW qanaqadir xullas udarroq mashina bo'lishi kerak, lekin bu mashinada ham normal aylansam bo'ladi. Muhimi qishlog'imizda hech qanaqangi unaqa zo'r mashina bo'lmaganligi uchun hech kim ustimdan kulmaydi. Traktorda aylanib yursam, ana endi bu narsalar qaytarib ekib chiqish kerak albatta. Sizlarda bitta narsani so'rash esimdan chiqibdi. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki men yaqinda 1 k obunachi to'playman, ya'ni 1000 ta obunachi. Bunga siz o'z hissangizni qo'shib qo'ysangiz juda ham ajoyib bo'lardi. Aytgancha bizni qishlog'imizga bilasizlarmi, kanalimga obuna bo'lganlarni kiritish mumkin emas. Sizlar esa hozir meni qishloqda kirib turibsizlar. Shuning uchun tez obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasa hozir qishloqni meri chiqib keladi-da, nimaga sana obuna bo'lmay kuzatishyapti deydi. Shunda uyalib qolishinglar mumkin. Shuning uchun tez tushib obuna like bosishni unutmanglar. Bu gal juda ham ko'p sabzi tushdi. Ko'ryapsizlarmi? 21 ta ortiqcha. Hech qachon buncha tushmagan shu vaqtgacha. Bu juda ham super yangilik desak ham bo'ladi. Men hozir bu narsalarni joylashtirib olishim kerak avval, keyin esa anavi nima edi, yangi kelgan narsa traktormi? O'sha traktorni yoniga borib kelaman albatta. Bilmadim qanaqa traktor bo'ladi u. Meni hamma narsa shu yerda joyda turibdi. Traktor. Wow, traktor. Qishloqda umrimda birinchi marta traktor ko'rishim. Traktor qayerda? Cho'ta traktor ham mana bu yerda ekan. Jitel, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'zingcha. O'zim ham zo'rman. Mana bu yerda traktor bor-u, egasi qayerda? Oldida turibdi. Aha, rahmat senga katta addushi, chotki addushi, rahmat senga. Assalomu alaykum, Jitel tog'a. Alaykum assalom. Hozir men traktorimni ko'ryapsanmi? Udar traktor. Men buni $3 milliard sotib oldim. Xohlasang senga arendaga berib turishim mumkin. Juda ham zo'r. Ballonlari katta ko'ryapsanmi? Ko'rib turibman, lekin narxi qancha arenda puli? Soati $5. Juda ham yaxshi narx qo'yibsiz. Mayli, men hozir uyimdan borib pul olib kelaman. Mayli, tezlash. Bo'ldi gap. Hozir uyimga borib tezroq pul olib kelay. Mana shu traktorni haydab ko'rishim kerak, chunki juda ham menga interesni tuyulyapti, ya'ni qiziqarli tuyulyapti. Va bu traktorni men minib turib o'rmonga borib kelaman va daraxt olib kelaman. 1 soatga akras 1 soat bemalol daraxt olib kelsam bo'ladi. Taklab borib keyin olib ketaman. Men nima $9 olib ketyapman? $5 dedi-ku. 1 2 3 4 5. Menimcha yetadi. Mana stulimni nima beri hisob qo'yibman. Mana turish kerak bu stul. Okey, yopamiz. Ana endi traktorni haydab kelish kerak. Avval pulni beramiz. Juda ham ajoyib traktor bo'lsa kerak. Menga juda ham yoqdi, chunki juda ham chiroyli ko'rinibdi, ammo biroz eskiday tuyuldi-yu.
bilmadim eski bo'lgani bilan. Jitel tog'a men pul olib keldim. Aha, hozir men hamma joyini ko'rib olay. Sen buzib kelishing mumkin-da. O'shaning uchun hozir hamma joyini men ko'rib olsam, keyin senga bemalol ishonishim mumkin bo'ladi. Tak, hamma narsasini ko'rib oldim. Pullarni ber endi. Tak, sizga pullarni beradigan mana $5. Tak, mana oling, brat. Aha, tushunarli. Judayam ajoyib. Marhamat, haydashing mumkin. Aha, rahmat. Tak, minnamiz. Faqat urib qirib buzib qo'yma, tushundingmi? Aha, tushunarli. Bo'pti, yaxshi yetib ol. Bir soatdan keyin joyiga olib kelib qo'y. Aha, mayli, tushundim. Bo'pti, sog'mi? Aha, mayli, sizga ham rahmat. Tak, traktor umrimga haydab ko'rmagandim va tushib ketdi. Voy, tushib qoldimi? No, stop. Eshik yopilib qolibdi-ku. Tak, qanday ochiladi bu? Tak, ochil. Sim ochil. Va kalit buni sim ochil ekan. Ko'ryapsizlarmi? Vashcha dahshat. Bunaqangi zo'r voqealar uchun albatta like bosish kerak va obuna bo'lish kerak. Tamam, u yerdan kirib taporim topib chiqishim kerak. No, mana shu yerda parkovkada turib tursin mashina. Hozir kelib haydab ketaman. Tak. Men borib daraxt topib kelaman. Daraxtni nima qilasan, jo'xa desanglar. Uyimni yonidan yangi uy qurmoqchiman. Yangi uy qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi albatta. Takollyoqki bo'ladi. Короче, mana shu yerdan shu uyni o'zida qilib turib bitta uy qurib olaman. Shunda ikkita egizak binolar bo'ladi. No, mana traktor keyin avariya, unaqa narsalar o'ylash kerak emas, chunki unaqa narsalar yomon narsalar. O'rmonga gazlaymiz. Xo'sh, astaroq, asta. Xo'p. Yaqin oradan daraxt olmayman, chunki biz qishlog'imizga kislorod mana shu yaqin oradagi daraxtlardan kelib turibdi. Agar bularni kislorodi tugab qolsa, keyin biz bilmayman qanday yashaymiz, hayronman. Bo'ldi, mana shu yerda qoldiraman traktorni. Juda ham zo'r. Ana endi esa hali 1 soat bo'lishiga rovna 50 minut bor. Hali 10 minut haydabman. O'shaning uchun bemalol xavotirga qilmasdan ishlarni qilaversam bo'ladi. Mana bu yerdan daraxtlarni olaman. Daraxt juda ham ko'p ketadi. Adashmasam 30 tacha ketsa kerak. 30 ta daraxtdan 120 ta taxt olsam bo'ladi. No, hammasidan ham taxt olmayman. Faqat 100 ta taxta kerak. Qolgan 20 ta. 20 ta, ya'ni 5 ta daraxt bo'lib qolar ekan. Yo'q, 30 ta emas. 30 tadan ko'p ketar ekan adashmasam. No, yana bilmadim. Asta olaylik qani. Sanab o'tiramizmi? 30 ta, 35 atrofida olsam bo'ladi. Tak, mana bu daraxtni ag'daramiz. Olma tushdimi? Olma yeymiz hozir. Olma yoqaman menga. Tak, xo'sh, buni olamiz. Buni ham 28 ta bo'ldi. Tak, buni ham olishimiz kerak. Mashina olsa menimcha yetib qoladi. Juda ham ajoyib. Xo'p, bo'ldi. 33 ta. Menimcha normal. Mana bu daraxtni ekib yaxshilik qilib ketishimiz kerak bu yerga. Tak, yaxshi. Ana endi traktorga minamiz va orqaga qarab zatni qilamiz. Tak, okey. Bo'ldi. Burish kerak endi. Tormoz. Nima bu? Tormoz yo'qmi? Mana shu uchib tushdim, ko'rdinglarmi mana bu yerda? Bunaqangi uchishlar bo'ladigan bo'lsa, bu traktor emas, bu Ferrari'dan ham tez-ku. Namuncha tez bu mashina. Stop. Mana bu yerda shaxta bor. Shaxtaga tushib ketmay, traktor bilan sharmanda bo'laman keyin. Asta. Juda ham asta haydash kerak. Xo'sh, tak. Asta haydashim kerak va yana biroz what the fuck? Nima bo'ldi? To'xta. Stop. O'chir. O'zimga ham olov tegdi. To'xta. Suvga. Xayriyat. Stop. Boloni qo'limga kelib qoldi. Mana endi qishloq ekan, nima deyman? Stop. Och. Mana bu qishloqning ham uyi yonib ketyapti. Bunisiga nima deyman endi? Tak, och, iltimos, och. Tak. Och. Bo'ldi. Muhim uy yonib ketmasa bo'lgani. Mashinka topiladi, lekin voy, nima bo'ladi endi? Hamma yoqda rasvosini chiqarib tashladim-ku. Voy, derazalar ham yo'q. Nima bo'ladi endi? Tak. Stop, qaranglar. Fakirlar ham yo'q, g'alati bo'lib qoldi. Yo'q. To'xtanglar. Mana bu daraxtlar hammasini taxtaga aylantirib olay. Mana shu qishloqni uyini shu yerni mana shunaqa qilib bo'lsa ham remont qilib ketishim kerak. Okey. Va mana normal. Bu yerda ham nimadir qilib ketish kerak. Ustiga bir amallab. Voy, uyga o'tib ketdi. To'xtanglar. O'chirish kerak. Bosh yetmay turgandi. Buni qaranglar, rasvos chiqdi, hamma yoqda kitoblar yonib ketdi. Och, iltimos, och. Yaxshi, men suvga. Ochil. Tak.
okey, yaxshi. Tak. Lekin hamma yoqda dabdala. Voy, yana yonyapti-ku. Yaxshisi bu qishloqda surish kerak. Surish kerak yaxshisi. Tak, uch. Tak, uch sanam uch. Tak. Tashqariga chiqishim kerak. Mana bu oynani sindirib bo'lsa ham. Ho, birdan yonib ketdi-yu, bo'y. Yaxshisi, nima qilsam ekan? Voy, to'xtanglar. Bu qishloqda surish kerak asta surmasam bo'lmaydi, chunki juda ham katta falokat yuz berib ketadi. Kerakli narsalar olamiz. Tamom narsalar yeyishim kerak bo'ladi. Pulimni ham olaman. Tak, qurolim bor mana bu yerda. Qurol. Eng muhim qurolni ham oldik. Tak, ana endi bu yerdan asta surish kerak, surayyo qilish kerak. Tak, yonyaptimi hali ham yonyaptimi? Voy, yonyapti. Qochaman bu qishloqda. Agar qoladigan bo'lsam, konkretniy nimadir muammo bo'ladi va qishloqlar meni aniq haydaydi. O'zi shussam ketyapman, lekin ularni haydash yomon haydash bo'ladi keyin. Voy, mana qishloq. Bu uy yonsa, yonib bo'lgandan keyin точно meni uyimga o'tadi. Точно meni uyimga o'tgandan keyin точно narigi uyga o'tadi. Точно narigi uyga o'tgandan keyin merdi uyga o'tadi. Keyin ana odam traktor portlaganini sezib qoladi. Keyin hammasi meni izlaydi. Men esa boshqa shaharga ko'chib ketgan bo'laman. Ish qilib topa olishmasin-da meni. Agar topishsa, rasvoyim chiqadi. O yerda jitellar turibdi. Meni ko'rmayapti shekilli. Asta qishloq shahardan, yo'q, qishloqdan surib shaharga ketib boraman.